2025-yilda 252 nafar hokim yordamchisi korrupsiya uchun ushlandi. Endi banklar kiberjinoyat uchun javobgar bo'ladi. Madaniyat vazirining $1200 oyoq kiyimi muhokamalarga sabab bo'ldi. 16-martdan subsidiya uchun arizalar qabul qilinadi. Toshkentda yo'lning bir qismi qulab tushdi. Umra aviaqatnovlariga ruxsat berildi. Lukashenko o'zbekistonlik migrantlarni Belarusga taklif qildi. Qozog'istonga aloqador xakerlar O'zbekiston idoralariga hujum qilgani aytilmoqda. Qo'qonlik tabib Ozarbayjonning Baku shahrida qo'lga olinib, mamlakatdan chiqarib yuborildi. Buxoroda 3,5 milliard so'mlik kripto aylanmasini amalga oshirgan shaxs ushlandi. Hafta ichida e'lon qilingan shu va boshqa xabarlar bilan batafsil Tenguz dayjestida tanishasiz. Banklar kiberjinoyat uchun javobgar bo'ladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev kiberjinoyatlarga qarshi kurashni kuchaytirish bo'yicha takliflarni ko'rib chiqdi. Unga ko'ra, moliyaviy piramida tashkil etish uchun jazo choralari og'irlashtiriladi. Shuningdek, fuqarolarning kripto hamyoni, sim kartasi yoki elektron akkauntlardan kiberjinoyat sodir etishda foydalanishiga yo'l qo'yganlik uchun ma'muriy va jinoiy javobgarlik joriy etiladi. Bundan tashqari, banklar va to'lov tizimlari operatorlari kiber xavfsizlik talablariga rioya etmagani oqibatida yuzaga kelgan zarar uchun javobgar bo'ladi. 16-martdan subsidiya uchun arizalar qabul qilinadi. Ipoteka kreditlari bo'yicha subsidiya olish uchun arizalar 16-mart soat 14:00 dan boshlab qabul qilinadi. Subsidiyadan foydalanish uchun ariza beruvchi ijtimoiy mezonlar asosida kamida 30 ball to'plashi, kredit tarixi bank talablariga mos bo'lishi hamda uning yoki turmush o'rtog'i nomida mamlakat bo'ylab turar joy bo'lmasligi kerak. Arizalarni Davlat xizmatlari markazlari, MyGov mobil ilovasi yoki Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali topshirish mumkin. Toshkentda yo'lning bir qismi qulab tushdi. Temur Malik va Buyuk Ipak yo'li chorrahasida yo'l o'tkazgichdagi yo'lning bir qismi qulab tushgan. O'pirilish oqibatida jabrlanganlar qayd etilmagan. Toshkent shahar hokimligi ma'lum qilishicha, hududda ta'mirlash ishlari boshlangan. O'zbekistonda meva va sabzavot eksporti ustidan nazorat kuchaytiriladi. Bunga import qiluvchi davlatlardan kelib tushayotgan ko'plab shikoyatlar sabab bo'lgani aytilmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2025-yilda ayrim tadbirkorlar eksport narxlarini sun'iy ravishda pasaytirib ko'rsatgan. Natijada $192 million mahsulot hujjatlarida aks etmagan. Shuningdek, import qiluvchi davlatlardan oziq-ovqat xavfsizligi talablari bo'yicha 700 dan ortiq e'tiroz kelib tushgan. Yangi tartibga ko'ra, eksport qiluvchi korxonalar 3 toifaga ajratiladi. Yashil, sariq va qizil koridor. Qoidalarni to'liq bajarayotgan kompaniyalar uchun eksport jarayoni soddalashtiriladi. Ma'lumot uchun, Rossiya O'zbekistonning eng yirik eksport hamkori bo'lib qolmoqda. Toshkentda ilk bor politsiya dronlari paydo bo'ldi. Ulardan biri Tashkent City hududida patrul xizmatini bajarayotgani aytilmoqda. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi vakiliga ko'ra, dron maxsus chiroqlar bilan jihozlangan va jamoat tartibini kuzatish uchun foydalaniladi. Shuningdek, qurilma odamlarning yuzini aniqlash imkoniyatiga ham ega ekani ma'lum qilingan. 10-martdan Umra aviaqatnovlariga ruxsat berildi. Transport vazirligi ma'lum qilishicha, 10-martdan boshlab O'zbekistondan Birlashgan Arab Amirliklari va Saudiya Arabistoniga ikki tomonlama yo'lovchi tashish qayta yo'lga qo'yildi. Shu bilan birga, Umra ziyorati uchun ham aviaqatnovlarga yana ruxsat berilgani aytildi. Avvalroq Yaqin Sharqdagi vaziyat sabab ayrim yo'nalishlarda parvozlar vaqtincha to'xtatilgandi. 14-martdan boshlab metan zapravkalar faoliyati bosqichma-bosqich qayta tiklandi. Ungacha esa zapravkalar faqat jamoat transporti va ijtimoiy soha mashinalari uchun xizmat ko'rsatdi. Gaz bosimi pastligi sababli asosiy resurs aholi xonadonlariga yo'naltirilgani aytilgan. Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning yoshlar bilan uchrashuvga kiyib kelgan poyabzali ijtimoiy tarmoqlarda bahslarga sabab bo'ldi. Qalampur.uz nashri vazirning ushbu Hermes brendiga mansub oyoq kiyimining narxi $1200 dan oshishiga e'tibor qaratdi. Ko'p o'tmay, Madaniyat vaziri matbuot kotibi o'z sahifasida ushbu tanqidlarga ishora qiluvchi o'zbek xalq maqolini qoldirdi. Do'st yuzga qaraydi, dushman oyoqqa. Vazirlik rasmiysi shu tariqa vazirning qimmatbaho poyabzalini muhokama qilayotganlarga raddiya bergan ko'rinadi. Endi O'zbekistonda jangovar sport turlari bo'yicha musobaqalarni noqonuniy tashkil etganlik va o'tkazish uchun jinoiy javobgarlik belgilanadi. Qonunga zid ravishda o'tkaziladigan janglarda ishtirok etgan sportchilar esa ma'muriy javobgarlikka tortiladi. Bundan tashqari, qurol ko'rsatib bezorilik qilish, shuningdek, jamoat tartibini saqlovchi vakilga qarshilik ko'rsatish uchun jazo choralari og'irlashadi.
Lukashenko o'zbekistonlik migrantlarni Belarusga taklif qildi. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko mamlakati O'zbekistondan qarzdor ekanini aytib, urush payti belaruslarning ko'pchiligi O'zbekistondan boshpana topganini eslatdi. Uning so'zlariga ko'ra, Belarusda allaqachon ko'plab o'zbeklar yashab, ishlamoqda. Mamlakat ayniqsa oilali migrantlarni qabul qilishga qiziqish bildirayotganini ta'kidladi. Lukashenko Belarusda ishlash uchun kelgan migrantlarga mahalliy aholi bilan teng sharoitlar yaratilishini aytdi. Ularning farzandlari uchun bog'cha, maktab va oliy ta'lim imkoniyatlari ham mavjud bo'lishi qayd etildi. Uchrashuvda Belarus O'zbekistonga atom elektr stansiyasi qurilish loyihasida ham mutaxassislar bilan yordam berishga tayyor ekanini ham ta'kidlagan. Qozog'iston urush sabab kelgan rossiyaliklarni ommaviy deportatsiya qilmoqchi. Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi vaqtinchalik yashash ruxsatnomalari soxtalashtirilgani bo'yicha yirik jinoyat ishini tergov qilmoqda. Mutaxassislar bu jarayon soxta ruxsatnomalar orqali mamlakatda yashayotgan rossiyaliklarni aniqlash va ularni deportatsiya qilishga olib kelishi mumkinligini aytmoqda. Shuningdek, Qozog'iston Rossiya avtomobillari uchun yig'imni oshirmoqchi. Rasmiylarga ko'ra, bu qaror Rossiya tomonidan Qozog'istonda ishlab chiqarilgan avtomobillar uchun yig'im oshirilganiga javob chorasi hisoblanadi. Qozog'istonga aloqador xakerlar O'zbekiston idoralariga hujum qilgani aytilmoqda. Kiberxavfsizlik kompaniyasi VMware hisobotiga ko'ra, Hydra Saiga nomli xakerlik guruhi O'zbekistonning Suv xo'jaligi vazirligi, ayrim viloyat hokimliklari hamda suv resurslari bilan bog'liq ilmiy institutlarni nishonga olgan. Ma'lum qilinishicha, guruh 8 mamlakatdagi 34 ta tashkilotga zarar yetkazgan, yana 200 dan ortiq tashkilotni razvedka maqsadida o'rgangan. Mutaxassislar hujumchilarning asosiy maqsadi Sirdaryo va Amudaryo havzalari, suv omborlari hamda gidroenergetika obyektlariga oid ma'lumotlarni qo'lga kiritish bo'lganini aytmoqda. Ayrim texnik belgilar bu faoliyat Qozog'iston manfaatlari bilan bog'liq bo'lishi mumkinligini qayd etgan. Elektr toki bilan baliq ovlaganlar qamaldi. Toshkent viloyatidagi Tuya bo'g'iz suv omborida elektr toki yordamida noqonuniy baliq ovlagan 2 nafar shaxsga nisbatan sud hukmi chiqarildi. Ekologiya qo'mitasi xabariga ko'ra, tungi reyd davomida qoidabuzarlar 22 dona baliqni noqonuniy usulda tutgani aniqlangan. Natijada tabiatga 165 million so'm zarar yetkazilgani qayd etilgan. Ulardan biri 3 yil 9 oy, ikkinchisi esa 4 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Shuningdek, sud qaroriga ko'ra tabiatga yetkazilgan moddiy zarar ham undiriladi. Qo'qonlik tabib Ozarbayjonning Baku shahrida qo'lga olindi va tegishli choralar ko'rib chiqilib, mamlakatdan chiqarib yuborildi. Ma'lum qilishicha, Iqbol Saliyev BSVIP klinikasida bemorlarni qabul qilgan. U Bionur usuli bilan davolashni aytib, qabulga kelganlardan 60 manat, taxminan 430 ming so'm olgani aytilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda klinika oldida katta navbatlar paydo bo'lganini aks etgan videolar ham tarqalgan. Chegaradan 2 milliard so'mlik oltin quymalar olib chiqmoqchi bo'lganlar ushlandi. Farg'ona viloyatida Qirg'izistonga yashirincha olib chiqilayotgan oltin quymalari aniqlanib, musodara qilindi. Vodil avto chegara bojxona postida Damas avtomobili ko'zdan kechirilgan. Tekshiruv davomida mashina kuzovida yashirilgan 4 dona oltin quymasi topilgan. Ekspertiza xulosasiga ko'ra, oltinning sof og'irligi 1 kilogramm 232 gramm bo'lib, umumiy qiymati 2 milliard 180 million so'mni tashkil etadi. Holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Surxondaryoda maktab o'qituvchisi qariyb 15 kilogramm narkotik bilan ushlandi. O'qituvchi 14,6 kilogramm opini 180 ming dollarga sotayotgan vaqtida qo'lga olingan. Sirdaryoning Xovos tumanida esa Tojikistondan chegara orqali uloqtirilgan 6 ta sumkani olayotgan vaqtida 2 nafar mahalliy fuqaro qo'lga olindi. Sumkalar ichidan 8,13 kilogramm heroin va 54 kilogramm opiy topilgan. Holatlar yuzasidan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan. 2025-yilda 252 nafar hokim yordamchisi korrupsiya bilan ushlandi. Oliy sud ma'lumotiga ko'ra, 2025-yilda respublika bo'yicha 153 ta jinoyat ishi doirasida 252 nafar hokim yordamchisi korrupsiyaga oid jinoyatlar uchun javobgarlikka tortilgan. Sud hukmlariga ko'ra, 37 nafar shaxs ozodlikdan mahrum qilingan, 38 nafari ozodlikni cheklash jazosini olgan. Shuningdek, 160 nafariga axloq tuzatish ishlari, 12 nafariga jarima jazosi tayinlangan. Yana 5 nafariga boshqa jazo choralari qo'llanilgan. 3,5 milliard so'mlik kripto aylanmasini amalga oshirgan shaxs ushlandi. Buxoro viloyati Vobkent tumanida kriptovalyutalarning noqonuniy aylanmasi bilan shug'ullangan fuqaro qo'lga olindi. Ma'lum qilinishicha, u 2024-yil sentyabrdan boshlab litsenziyasiz Binance birjasida kriptoaktivlar bilan yashirin bitimlar tuzib kelgan. 1,5 yil davomida gumonlanuvchi bank kartalari orqali 874 ta tranzaksiya amalga oshirib, jami 3,5 milliard so'mga yaqin mablag' aylanmasini tashkil qilgan. Holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan.
Namangan va Surxondaryoda energetika xodimlarining qilmishlari fosh bo'ldi. Namangan viloyati Kosonsoy tumanida elektr tarmoqlari korxonasining 2 muhandisi tadbirkorga texnik hujjatlarni rasmiylashtirib berish evaziga 17 million so'm olayotgan vaqtida qo'lga olindi. Surxondaryo viloyatida esa Uzun tuman gaz bo'limi xodimi fuqaroning 23 million so'mlik gaz qarzini yopib berish evaziga 5 million so'm olayotgan vaqtida ushlandi. Bu ishga uning yana bir hamkasbi ham aloqador ekani aniqlangan. Holatlar yuzasidan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov olib borilmoqda. Bu haftalik dajjisida kelgusi haftaning eng muhim yangiliklari bilan yana ko'rishamiz. Tangavuzni kuzatishda davom eting.